Assalomu alaykum aziz do'stlar. Yuringlar, sizlarga jokki skladini ko'rsatib o'taman. Bizning jokki skladimizda tashqi fasad uchun kerak bo'lgan hamma stroy materiallar bor. Bu yerda ko'rib turganingizdek, водосточный sistemamiz, PVH, также fasadniy panelimiz и tagida siding PVH ketyapti. Keyingi stilajimizda также fasadniy panellar ketyapti и ularning aksessuarlari, tashqi ugl, внутренний ugl, hamma aksessuarlar bizning nalichiyamizda bor. Ko'rayotganingizdek, yana водосточный sistemamiz, ularning aksessuarlari, ugullari hammasi nalichiyamizda bor. Bu yerda bizda mягкий krovля pozitsiyamiz stilajlarda turibdi. 10.000 kvadratga yaqin kvadraturani skladda ishlaymiz. Bu stilajimizda уже membrana, mansardniy tomlarga, uchipleniya, sovuq o'tmashiga, tomingiz долгосрочный основada xizmat qilishi uchun membranalarimiz ham bor, uchipleniyalarimiz bor, aksessuarlarimiz также o'zb fanera, fasadga, tomga, slitga kerak bo'lgan hamma aksessuar materiallarimiz nalichiyada bor. Oxirgi stilaj qatorimiz, bu yerda ham aytganimdek mягкий krovlyamiz turibdi. Uni tashqi ugullari, ichki ugullari va o'zi krovlyasi nalichiyamizda bor. Bemalol aloqaga chiqaverasiz. Jokki sizlar bilan birga.